أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المسألة السادسة وهي فوائد الماشية. فوائد الماشية أزر بهذا المسألة أشكب قاغم مال وربحتن بشقة، يعني yüztüge mükafat kep kaldı mesela, ya 50 koy mükafat kep kaldı, miras kep kaldı. Biz rebhülen faydını ayırgan koy ve favaid hazır şulardan kep kalgan mal. Rebh diyenimiz özümüz bekiş jarayonida ağın etti. Hazır favaidul maşiye bir hediye ya hibe arqılık ya miras arqılık kolumuzga kep kalgan mal ulaglar. Bunun zakatxanda olmakçı. فإن مذهب مالك فيها بخلاف مذهبه في فوائد الناد. İmam Malik'nin bunda mal ulaglarda karşı nimaga o'xshamaydi deydi. Naqd pulga qaraganda aynan naqd pul kep qolgan bo'lsa miras buningda o'xshash chiqmaydi deydi. وذلك أنه يبني الفائدة على الأصل إذا كان الأصل نصابا كما يفعل أبو حنيفة في فائدة الدراهم وفي فائدة الماشية. İmam Malik'nin mezhebi bunu ikisini ayırdı deydi. Naqd pul kep qolgan bilan mal ulag kep qolganni ayırdı. وذلك أنه يبني الفائدة على الأصل. İmam Malik maşiyada kep qolgan mal ulag'ni ba mal ulag'ga birga qatirtirgan. Qanda bo'lsa desa idza kana al-aslu nisaban. Asli qo'ldagi ba mal nisab bo'lgan taqdirda yana biroz mal kep qolsa buni birga qatirtirib so'raydi. Xuddi Abu Hanifa ashdarahim va mashiyaning favoidlarida qilgandek İmam Abu Hanifa ayırma işkilesi bir xil qismi ma'ni kelgan chaqda İmam Malik shunda Abu Hanifada qiladigan. Fa Abu Hanifa mazhabuhu fil fawaid hukmun wahid. Demak İmam Abu Hanifa'nın qo'ldagi asli bamal nisabga assalam kep qolgan mallosun charva yoki pul olsun ba pulga ketibtimiz deydigan. Foydati g'anam bo'lsin yoki foydati nab, ya'ni qo'ydan kep qolgan mal uloq olsun yoki naqd puldan kep qolganlar olsun. والأرباح عنده والنسل كالفوائد. Hayvan çarvının avqagan nesli bilan ya kep qolgan nesli bilan beqish jarayonida avgan soni o'xshash dedi. Mesela biz beqish jarayonimizda o'zimiz av tutdik buni. Qo'zalabdi. Buni bilan 100 to'ga yoki 50 to'ga biz yerdan kep qolsa bizga 100 qo'y kep qolsa bu o'xshash dedi. Va amma Malik farribhu wan naslu indahu hukmuhuma wahid. İmam Malik'nin nazarda özümüz qo'ziltib avutgan foyda bilan rabh degani o'zimiz topgan pulning foydasi bilan deydi. Ondan nasllantirib avutgan deki qo'zilarning esa o'xshash deydi. Lekin kep qolgan malning ondan naqd pul bilan charmalning kep qolganini ayir ekan. Wa amma Shafi'i fal arbahu wal fawaid indahu hukmuhuma wahid. İmam Shafi'ning nazarda arbah deganimiz ticaretten ya mal vakıf avut tapkan pol, favaid dediğimiz ayında miras ya hediyenin kep qolgan pol, bu ikisinin hükmü birken. Lekin her birinin özünün havli ayrı hesaplandı dedi. Ve favaidul maşiye ve nesluhuma vahid. Hem de mal çarvılınınki kep qolganlarının yoki av qolganlarının bu ayrım değil. Bi'atibari havlihima bil asl idza kana nisaban. Asli bapul nisab bo'lsa, asli mal charva nisab bo'lib qolsa, bunda kep qolgani yoki foyda topgani birga hisoblaymiz. Agar nisab qilmasa ayrim hisoblaymiz. Fa hada huwa tahsil madahib haula al-fuqaha thalatha. Shaylarning qarashi mana shu. Wa ka'annahu inma farraqa Malik bayna al-mashiyah wa an-nad. Nima uchun bunda ayirganda İmam Malik desa, bu mal uloq bilan naqd pulni ayirishda Hazrat Umarga agishib ayirgan bo'lishi mumkin. Hazreti Ömer diyende qo'zilarda na'uddaha alayhim ve la na'khudhaha minhum diye. Sanashda sanğıç çigizimiz, lekin elishda qo'zini bir qo'yda hisoblab olmaymiz degan. Balki shunga agishib shunda degan bo'lishi mumkin. Va illa fal qiyas fima wahid. Bo'lmasa qiyasda o'xshash hisoblansa bo'ladi deydi. Naqd pul bilan mal ulog'ning favoidlaricha na'uddaha alayhim degandan Hazreti Ömer'nin sözden birlikte hisoblaymiz deganni oldi dedi.
Lekin pulni birga hisoblamagan. Ha, demak, Hazrat Umar shu uloq kelganda na'udduha alayhim dedi. Qo'zini cho'ng qo'yli bilan birga sanaymiz degan ekan, mal uloqda biz shu kelib qolgan favoidni nimga qatmaymiz dedi. Ya'ni anna ribha shabihun bin nasl. Ma Hazrat Umarnikidan nima chiqdi? Bu ribhning gapi ma. Shunama o'zimiz qo'zilatgan qo'zining gapi bu ribh. Demak bu ribh nimaga o'xshaydi? Nasliga o'xshaydi. Wal faidatu bil faida. Bu foyda aniga o'xshaydi. Kelib qolgan pul, kelib qolgan malga o'xshaydi. Shunama faydatul mal, faydatul mashiya o'xshaydi. Faydatul mashiya o'xshaydi. Wa hadis Umar hada huwa annahu amara an yu'adda alayhim as-sikhal. Yani Umarning hadisida ash qo'zilarni birga sanashga buyurdi, shunama. Va la yaqul minha shay'an. Bir narsa olmaymiz yani. U minha degani ashundan biror talni zakat hisoblab olmaymiz demoqchi. Vaqat taqaddama fi babin nisob. Bu yerda hozir bu sixalni kelgini na'udduha alayhim degani ash nasldagi gap bu, ribhdagi. Nasl mashiya. Lekin foyda emas bu. Chunki foyda bo'lsa u 40 yillik qo'zilar bunda tutqizmaydi, uni qo'zilar, u cho'ngi bo'lar, anasini bildilar. Foydani ribhaga qiyos qildi. Al-mas'alatu as-sabi'a wa hiya i'tibaru hawl nasl al-ghanam, hamda qo'yning ash avg'an nasli deydi, qo'zilari. Bu hamda 20-30 qo'zilgan bo'lsa nurg'un qo'ylar. Buning havli bir yil hisoblashda ayrim bunday hisoblamdi yoki qetib hisoblamdi. فإن مالكا قال حول النسل هو حول الأمهات كانت الأمهات نصابا أو لم تكن. Demek analar öz aldığı bir nisabni tashkillaydigan bo'lsin, bo'lmasin. Qo'zilarningki havlimi bir yil hisoblashda birga hisoblayveramiz deydi. Anasilar o'xshash. Mesela anasini birinchi oyda bizning qo'limizda bo'lgan bo'lsa, 6 oydan keyin qo'zilabdi. Demak 6 oy o'tgandan keyin analarningki bir yillik to'shamda, undan undan nisabga burun yetgan bo'lsin, yetgan bo'lmasin. Mesela 20 sog'liq bor ekan, 6 oy o'tgandan keyin 20 qo'zini qo'zilabdi. Aniki bu 40 bo'ldimi? 6 oy o'tsa, analarning chislasiga 1 yil to'shgan bo'lamda, 40 qo'ygan 5 qo'y keldi deb bunda olamiz. İmam Malik. İmam Malik yani la şu kambag'alning manfaatini bakrak ko'zlab, shularga bera qo'yib chigashtirsin demak. Kama qala fi ribhin nad. Demak naq puldan biz foydaldik-ku. Foyda olsak, ana pulni masalan 15 ming ko'ysak, 10 ming ko'y desmesek, keyin 5 ming ko'y topsaqmi, shu 10 ming ko'y qo'limizga chiga vaqtni tartib hisob etdik degan. Shuni o'xshash bo'ldi deb turibdi. Va qala Shafi'i va Abu Hanifa va Abu Thawr la yakunu hawlu an-nasl hawlu al-ummahat illa an takuna al-ummahatu nisaban. Agar analar o'z oldiga ayrim nisob bo'lgan bo'lsa, 40 qo'yga kelgan qo'ydi. Anda 6 oydan keyin yani 20 qo'zi avib qopdi. Bu chaqda andan qetib hisoblaydi. 1 yil to'shmasimi qo'zilarga. 6 oy to'shgan bo'lsa qetib hisoblaydi deydi. Va sabab ixtilafihim huwa bi'aynihi sabab ixtilafihim fi ribh al-mal. Bu yerdagi talashlarning sababi shu pul ishlatib biz pay topgan chaqda pul avdigo, avgan chaqda avgan pulni ana pul qatamdi, qatmamdi degandagi talashlar bilan o'xshash sababi. Ya'ni ashuna nisabni to'liqlamamdiq. Masalan, ana pul nisabga yetmasa, keyin foyda olsak, u foyda bilan nisab ana pulni ikkisini qatsak, nisab to'shab qolgan bo'lsa, qatmamdiq. Zakat beramdiq, buning beramdiq, to'shgan chaqda, 1 yil to'shgan chaqda yani ana pulga degan talashlarning sababi o'xshash. Va ammal masalatu thamina va hiya javoz ikhroj zakati qabla al-hawl. Bu zakatni 1 yil to'shqanda berdik emasmi? 1 yil to'shmasdan biranda vaqa bo'lib qoldi, yo tavrib qoldi, yoki jiddiy musibatli ahvol bo'lib qoldi, doktorxonaga chirib qoldi, ishli bo'lib qoldi. Ba'zi ehtiyoji bor kishilarning unda jiddiy pul lozim bo'ldi. Yani normal sadaqa ihson bilan xayr saxovat ishlardan uni to'shqizg'ili bo'lmaydigan bo'lsa, darhol kelar yilning zakatini yoki zakat berishga 3-4 oy qolibdi. Ramazonda zakat veramiz desek, hozir hisoblab 3 oy, 4 oy, 6 oy qolgan bo'lsa, Ramazonda berdigan zakatimizni hozir bagash tutsak bo'lamdi demak. Yoki 1 yilning yo 2 yilning zakatini masalan hozirgi ahvolimizga qarab hisoblab turib bersak bo'lamdi deydi. Fa inna malikan mana'a zalika. Imom Malik yo'q, bo'lmaydi deb turibdi. Yani zakatni oldin berib o'tishga bo'lmaydi. Vaqti kelganda berasiz. Wa jawazahu Abu Hanifa va Shafi'i va Imom Ahmad mo albatta billah. Yani jumhur
joiz deb qaraydi. Va sababu xilaf hal hiya ibadatun aw haqqun wajibun lil masakin. Ya talashtasının sababi bu an saplam zat %100 sap ibadatmı yoki ibadat dolash bilan billa miskin faqirlarning haqqimi bu. Faman qala ibadatun wa shabbaha bis salat lam yujiz ikhrajaha qabla al vaqt. İbadet deb qalsa xuddi namozga o'xshash, namozning vaqti kirishdan ilgari o'qisa bo'lamdi, bo'lmaydi. Davonikin havl yoki vaqti kirishdan ilgari beribsan bo'lmaydi uni. İbadet o'g'aniki vaqt kelgani bir sabab. Wa man shabbaha bil huquq al wajibati al muajjalati. Hamda kechiktirilgan, kechiktirsin bo'ladigan bunda vojib haqlarning birisi deb qarasa, shuni o'xshatsa, ajaza ikhrajaha qabla al vaqt. Yani kechiktirsa bo'ladigan bo'lganikan, oldiga sursin bo'ladi deb qaradi. Ala jihat at-tatawu. Oldiga surish nima degansan, o'zining aloqa, fidokorlik bilan oldiga surib qo'ygan bo'ldi. Degan bu zakotni kechiktirsa bo'lmaydi-ku. Shunami? Ma ta'lil bo'yicha desak, zakotni kechiktirsa bo'lmaydi. Wa qad ihtajja ash-Shafi'i. Unda bunda qiyas taza qamlashmadi. Nima? Unda Imom Shafi'i va boshqa mush jumhurlarda nimadan dalil keltirdi desa, uning o'z qarishiga Hazrat Alining hadisini dalil qildi. Annabi sallallohu alayhi vasallam istaslafa sadaqatul Abbas qabla mahalliha dedi. Hazrat Abbasning zakatini vaqti kirishdan ilgari abtug'an dedi. Amaliyotda bu Hazrat Abbasning zakat masalasi hadislik kelsa bir qattiq bir pulga ehtiyoj bo'libmi bir ish bo'lib Rasulullah Abbasdan Abbas Rasulullahning tag'isi. Lekin cho'ng boylarning birisi. Makkada jazoni qildi. Keyin Rasulullah Makkaga borib haj qilgan chaqda Hajjatul Vidoda ribo aytib tushgandan keyin birinchi yo'lab bekor qilgan jazoni o'sha Tag'am Abbasning jazoni deb bekor qilib o'tgan. Nima? Lakum ru'usu amwalikum la tadlimuna va la tudlamun degan. Hazrat Abbasdan Rasulullah 2 yilning zakatini birlam olib kelgan. Balki 1 yilningki shu o'zining yili bo'lsa 1 yilningkini oldin ilayotgan bo'lishi mumkin. Chunki Rasulullah shu bir nimaga duch kelib qolgan chaqda pulga qattiq ehtiyoj tushgan bir ahol duch kelgan chaqda olgan. Ya qanchalik bo'lganda yoki asrni qutqizish yoki qo'shin tashkillash jang tayyorligi. Bunda bir ahol bo'lgan ekan. Buni Abu Dawud Tirmiziy bi isnad hasan rivoyat qilgan. Lekin Sahih Buxoriyda buning asli nimasi bor? Vaqalikning zakat nimasini ivarsa zakatchilarni. Bu zakatchilar Rasulullohga Abu Jamil mo birsa anna Khalid ibn Walid Abbas bo'la zakat beradi unimi deb shikoyat qilib kelgan ekan. Bu Abu Jamil Alloh taolo mol dunyo versa nima qilib bermaydiganda deb uni xafa. Ammo Khalidning bu butun nimalari qurol ekan boyliqda. Dubulga savut qilich va zamondan bu butun qurol yaroqlarni Alloh yo'lida vaqf qilib o'tgan. Uni zakat kelmaydi. Uningda amsan bo'ldi degan. Bu Abbasning men ikkisi bor yoki u ikkisi birdo degan. Ya'ni u degini Rasululloh shu bir qadam 2 yilninkini bizdan elib o'tgan bu. Ya'ni uningda amsan bo'ldi bu 2 yillikni bir bergan degan ma'noda oldin elib o'tganlikni bildirdi. Ba'zi kechiktirgan deb qaraydi ekan. 2 yilninkini keyin berishga kechiktirgan deb. Lekin bu oldin elib o'tganlikka chiqdi bu hadislar. Buxoriyda sahiya sadaqatun va mithluha ma'aha degan. O zakat ba'da yani biz qatmi bir vatda taha degan ma'noda 2 qat og'irligi Sahih Buxoriyda bor. Buning asosan hadisdan dalil kelib tursa, ayni jiddiy ehtiyoj bo'lib qolsa, bu oldin bas bo'ldi, qisi bo'ldanda. Lekin qiyosda toza kechiktirisi bo'ldigan bo'lgan ekan, ilgari ta'sim bo'ldi, kechiktirib bo'lmaydi zakatni. Bunda bo'ldi. Chunki kechiktirgan ekan, kambag'alning haqqini ado qilmadan, farzni ado qilmadan sen. Ba'zi o'lib ketishi mumkin, vasiyat qilolmasligi mumkin. Jig'ib birlan ba'sigo yaxshi chuqum ba'sa, lekin jig'ib birlan birmanda o'zi ketgan shifan. Buncha ba'gis kelmaydi. Un chuqum ya uningga ya buningga nima qilish kerak emas. Ishkilisi to'g'ri. Haqqullohim bor, haqqul abdim bor. Yani bir narsada ikki haq jamlashadigan bo'ldi debdi. Masalan, qazf deydi masalan. Ya ba'zi hudud, masalan qisas, haqqullohim bor, shunda haqqul abdim bor masalan. Şu ba'zi holda qisas egilar kechirmasmi, ularning qon da'vosi chukatdi bo'ldi. To'lam masalan. Bundan qildi. Lekin Allohning haqqi yoki jamiyatning haqqi deylarmi? Hozir jamiyatning haqqi bu deydigan ataladi. Demak, mush jamiyatni muqim bo'lib turish uchun
Bunda ahvalni üzbämesi kerak. Adam o'ltirash, bunda vaqa bo'lmasi kerak-da. Sen majamiyatning amonligini buzding. Bu jamiyatga yomon ta'sir bor bu ishning. Xavf etkizding deb yana qisas ig'lik kechirayotgandan kimmo İmam-ül Müslim'in bunun xalq cezalar. Siyasi şeriyadan o'ttasın buldu. Mesela birisi o'tiribdi, 5-10 o'tiribdi. O'tirayotganiga o o'ltirilgan 10 kishining tuqqanlarimiz bo'ldi, kechiribdi, apo qildik deb. O'ziqlar savob berishildimi yo qo'rqdimi ondan. Kechirsa İmam-ül Müslim bu sendekadan birasini o'tirib qo'ymasa, cezalansa, bunda kechirishgan deb o'tirganlar chiqıyordu deb ayrım ceza varsa yani bular. Bu nimeden ise haqqullah yoki shu haqqul mujtama. Şuna bazı nimalda shu ikki haq jamlashadi. Lekin qarz bakrak jallaq ma'noni nima qilishda o'ynab boqsa. Lekin unda vaqtidan burun bersa, bu yani ba'zi bir kashillik chiqib qoldi. Sen zakat vojib bo'lgan vaqtida, yani Ramazondan ilgari ba'doq deyilma. Ramazon keldi. Kelgan chaqda men zakatni bir vaqtimda o'tavim, pulimiz avqab bo'lishi mumkin. Jaqraq vojib bo'lgan bo'lishi mumkin. Yoki kemib ketgan bo'lishi mumkin. Buni bir ekspertlik bo'ldimda. Biroz normallik bo'ldi. Hech bo'lmasa bir qismini ishlatib tursa. Masalan, bir bechora odamning dadasi yo jiddiy bir doktorxonada operatsiya qilinish oldida. Buning darhol pul lozim. 5000 ko'yga 10000 ko'ygan deb bu pulni topamidi. Ungacha yerimiz yordam qilib bo'lmaydi hech kim. Hamda bayildan bizsa, men Ramazonda bir pul hisoblab turib bir etay deb berversa, keyin Ramazon kelgan vaqtida aş berdigan zakatdan 5000 ko'yman berib bo'lganda mana chiqarib o'tib, qolganini bersa, bo'ldi. Bergandan keyin. Lekin namozga o'qitishmi, to'z tushmaydi. El-jumlatul xamisa fi man tajib lahu sadaqa. 5-bölüm bu zakat kimlarga beriladi? Kimlarga berish kerak? والكلام في هذا الباب في 3 فصول. الأول في عدد الأصناف الذين تجب لهم. Qancha turli kishiga berish kerak buni? Berish vojib bo'ladi. الثاني في صفتهم التي تقتضي ذلك. Zakat berishni taqozo qiladigan, zakatga haqli bo'ladigan sifatlar bo'ldiki. الثالث كم يجب لهم. Ular qanchalik berish kerak? 1 millionni birisiga berib o'tish kerak bu 100 ming ko'yin bizdan biramdoq yo azroqdan biramdoq yoki ashulaga necha turga bo'lib biramdoq. الفصل الأول في عدد الأصناف. Zakat berildigan kishilarning turlari. فأما عددهم فهي ثمانية الذين نص الله عليهم في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. Bu 8 türlük kişilerge berildiğanlıqda asas icma bu, nas. Demek bu 8 türlük kişilerge berildi. Surat-ı Tevbe 60. ayet. Vaqtalafu minal adadi fi meseleteyn. Şu san meselesiga qarata ikki masalada ixtiloflash. Albatta ko'p masalalarda ixtiloflashgan, lekin ma kitobda bayon qildigan asos mantiqqa munosib narsa bo'lgan ekan, hadis oyatga munosib ixtiloflashgan masalalarning bayon qilgan ikki masala bor edi. Ihdahuma hal yajuz an tusrafa jami'u sadaqa ila sinfin wahidin min haula al-asnaf. Demak bu 8 turlik kishilarning hammasiga taqsim qilib bermay bir turli qilam hamma zakatni bermasdan bo'lamdi dedi. Yoki sening zakatingda hammasi shirkmi dedi. Birisiga berib, birisiga bermay qo'ysang bo'lmaydiganmi? Yoki hammani butun zakatni bir turli kishiga bermasdan bo'lamdi dedi. Bu turli kishilarning ichida lil fuqara va masakin dedi. Faqir miskin namorat kambag'allar. Amilin alayha, ajr amilin alayha yo'q. Ajr balki ba'zi joylarda bor. Misrda banki nasirda bor. Bazı macamiat şeriat degandek bunda xayr-saxovat jamiyatları amilin alayha chirdi zakatni to'plab taqtilgan. Saudiya Arabistonda bordi, lekin bizning o'zda amilin alayha yo'q. Zakatchi zakat to'playdigan muqlol, lekin zakatni to'plab joyga yetkazib turgan ba'zi bir ahli fazla masalan bunda yaxshi kishilar bordi. Demak, wal amilin alayha yo'q. Wal muallafati qulubuhum. Bu muallafati qulubuhum hozir ba'zi yerda bor, ba'zi yerda yo'q. G'arimin ba'zi bo'ldi, ba'zi bo'lmaydi. Ba'zi jamiyatda g'arimin ta'zib bo'lib qoldi. Va fi sabilillahni kang doir tushunsak, ba'zi yerda bor, ba'zi yerda yo'q. Ibn sabil ba'zi uchraydi, ba'zi uchramaydi. Ibn sabilda shu musafirlarmi? Ibn sabil shu yo'lda qolib qolgan, yurtiga ketolmay qolgan. Yo'lda ketib masalan boshqa shayga berib butun narsani o'g'rab ketadigan. Pulsiz endi odam qolib qoldigan odam bo'ldi. Uyga yurtiga ketkichlik bas bo'ldi. Demak 8 ning hammaga bo'lib beramdiq uni. Yoki bir turga bersak bo'lamdi dedi.
فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجوز للإمام أن يصرفها في صنف واحد أو أكثر من صنف واحد إذا رأى ذلك بحسب الحاجة. İmam Malik, Ebu Hanife, hatta İmam Ahmad mı bu şeyler bir türlük kişiyle basım buldu. Biz fakir miskinliğiyle bir ötüyor, fakirliğiyle bir ötüyor dedi. Fakir miskin adeti bize hazır şu bir de piyasa olayımız var mı da? Da çekçeğisine ayırıp gitmemiz. Şu namrat, yoksul kişilerge bir ötüyor bütün zekat. Buldu. Ya ki İbn Sebilgilen bir ötüyor. Zekat vaki Mısır'da pul qanmay qaytanmagan bir o'quvchi var ki. Ay belede bir plan yo'lga qo'yibdi. Zekat shundan tugatdi. Bo'ldi. Wa qala Shafi'i la yajuzu zalika. Ya bunda qismi bor. Bal yuqassamu ala al-asnaf al-thamaniya kama samma Allahu ta'ala. Gash 8 turga bo'lsa bu zakat. Mesela 800 koy zakat kelgan bo'lsa sana 100 koydan 8 ulush qilsa. Har bir ulushni bunda birdan turga taqitsan deydi. Lekin bu hamda bu qarash hozirgi amaliy ahvol qarasak ya burunmu shunda hamda hozirmi shunda bu zakat bir odam o 8 turni hamman tepib unda biri qilolmaydi. Tas. Hatta ba'zi odamlar shu bir turni mo tepib joy yetkazolmaydigan. O'zi yetkazolmaydigan ba'zi odamlarga, ba'zi ahli ilmlarga, diyanatli kishilarga topshiradigan ahvol bor. Mana joy yetkazib pastladi. Bu bir tas bir ish hamda. وسبب اختلاف معارضة اللفظ للمعنى. بهذا اختلاف سبب حديثنا لفظ bilan qiyas ma'na. Shu zikab qolganimda ma'na degani balki ma'qul dalil zikab qoldi dedi. Fa inna Allah yaqtadi al-qisma bayna jami'ihim. Chunki lafz mishada bu yerdagi lafzdan Qur'onning lafzidan demak o'xshaydi. Bularning hammasining o'ttirida taqsim qilinishni taqazzo qiladi dedi. Ya lafz hadis yoki Qur'on bo'lishi mumkin. Innamas sadaqatu lil fuqara diyen ayet bilan yani başka hadisler bo'lishi mumkin. Wal ma'na yaqtadi an yuthara biha ahlul haja idza kana al maqsud bihi saddul khalla. Yani mazmun qarasak bu shu aqli shensi taqazzasi nima desa bu zakat ashnamuratning ehtiyojini qandirish uchun bo'lgan ekan. Kambag'alning ehtiyojini qandirsan joyiga yetgan bo'ldi demak. فكان تعديدهم في الآية عند هؤلاء إنما ورد لتمييز الجنس يعني أهل الصدقات لا تشريكهم في الصدقة. Demek bulan da ayetki nispeten nimdep cevap verdi. Yani Şafii mezheptekiler delil gösterip innemas sadaqatu lil fuqara vel mesakin vel amilina. Bunda qata tizdi. İnnema degandiken yufidul hasr. Bu zakat degan faqatla mush 8 turlikka beriladi dedi. Menga sen 8 turlikka berishing kerak. Nima uchun bir turlik bersa deb turadi. Biz nima deymiz bunun qarta? Bu yerda 8 turni sanadi to'g'ri. Lekin bu 8 turni sanash buni hammaga teng berishing kerak, teng taqsim qilib berishing kerak deganni bildirmaydi. Zakat berildiganlar mavla bo'ldim boshqa barsang bo'lmaydi deb boshqalar bilan zakat berildigan molni ayirish uchun kelgan. Bunda cevap veririz. Fal awwal azhar min cihatil lafz. Lafziyatni bilsak, xuddamdir İmam Şafii'ning sal jalliqda ko'rindi. Innamas sadaqatu lil fuqara va masakin. Sadaqa degan mushular berildi degankin samimi taqsim qilib bersa deganmi chiqib qoladi dedi. Va hada azhar min cihatil ma'na. Mazmun qarasak, oyatni tik etib tushunsak, buningdan 8 ga basang bo'ladi, boshqaga berma deb boshqani chiqarib o'tmoqchi edi. Maqsad shu. ومن الحجة للشافعي أن الإمام الشافعي دل كالتراب ما حديثنا كوسيتة ما رواه أبو داود عن الصدائي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من الصدقة. الصدائي صحابة برسول. Bu Resulullah'ın kaçık çağda bir kişi kilip Resulullah'ın zekat tımşıkı bəgən bolsalar deyip sorab geldi. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها 8 أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. Bu hadiste mi zakatını berdiğan urullarını peygamberge mi koyup koyma Allah Teala özü 8'ge cezzaha diyen sözlerdir mi? İstillerle 8'ge parçalı etti dedi. 8 uluş kılıp etti dedi. Allah Teala özü. Eğer sen 8'nin biri olup kalsan sen hakkını verme. Demek bu adam da 8'nin biri emas zakat kılayık olmuşsun sorup gelgen okşayken. Lekin bu hadis hamda bunda ravilerden birisi sal aciz olan iken İbn Ziyad al-Ifriqi degan kishi sal aciz olan iken hadisning hukmi aciz. Lekin bu hadisdan olsan qarasak, bu vajid dalal taz joyidmi emasmi? Taz joyida emas.
Yani lem yasih isnadan ve la yasihhu vecid delala fihi degan ma'no chiqadi. Vecid delala mush hadisda fajazzaaha 8 ajza dedi. 8 ga bo'lib o'tgan dedi buni. 8 ulush qilib o'tgan dedi. Lekin agar mush hadisda ma ulushga berib bo'lding, sen mush bir ulushdan bo'lsa mushin qilib qoldi, shuni birma. Bo'lmasa boshqalarninkini berib bo'ldim, boshqanim yo'q deb turgan bo'lsa-da. Bunu nasıl oldu? 8 türlükke birishni ko'rsatdi Alloh taolo. Yani şu oyatni tafsir qilayotganda 8 türlükke ayırdı. 8 türlükning biri olsan, sana biriman dedi. Yani sana şunun bir ulushundan birima, o 7 ulushdan appamayman degan gap yo'q uni. Demak, bu ma unda nas holati dalil bo'lmaydi. Uni hadis aciz. Hamda ma jumhurning daliliga yani qarasak, jumhur hadisda mo dalil keltirgan. Bu qaysi hadis? Ashu Muazdan Yemenga ketgan chaqda Rasulullohda fa'alimhum annalloha farada alayhim sadaqatan fi amwalihim tu'khadu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Baylardan elib kambag'allar qaytarildigan. Bu yerda boshqa turlikning gapi yo'q. Davan ekan, bu yerda bir turgim bas bo'ldi degan gap. Endi Rasulullohning sunnatidami? Endi udul kelib qolgancha berivergan Rasulullohda 8 ga bo'libdi deb 8 ga bo'lib qo'yib, har bir tuni birga bir bunday ahvol yo'q. Davan ekan jumhurninki shu. Boshqa turni ziyod qilmagan payg'ambar. 8 dan boshqa bermagan zot. 8 dan boshqa berishga bo'lmaydi. Bu oyatning nassan. Yetim bola yo'q. Ya şu yetim bola kambag'al bo'lsa, kambag'al şey shirktidir. Lekin boy yetim bola bo'lib qolsa, u yetimlik sifati bilan yana uni ololmaydi. Talib ilm. Ya talib ilm hozir boy bo'lib qolsa, oz bo'lmaydi. Ya talib ilm degan cho'qim zakat ish kerak emas. Boyning bolalari o'qib qolsa, zakat berib turib o'qish kerak. Şu o'quvchi bolalarni tashviq qilyapmizga, zakatni beranglar boylardir. Ba'zi bo'ldi, talib ilm cho'qim kambag'al ya boy bo'lsa, kambag'al bo'lib turib zakat yang degan gap yo'q. Birisi kiram talib ilm. Talib ilm shu ehtiyoj bo'lib qolsa, kiradi. Ehtiyoj bo'lib qolsa, qanday kiradi? Fi sabilillah kira, fuqara masakin kira, alimda juda ayrılib ijroqiyada o'qigan bo'lsa, ma'lum ibn sabil bo'lib qoladi. Şu hacetmen yoksullar da hiç kirdi. Belki hem de talib ilmning qo'lida 5 ming ko'ylik kitob bo'lishi mumkin. Ya ishlatilgan kompyuter bo'lishi mumkin. O'qishda ishlatilgancha yoki ba'zi bir fanniy sohada tajriba qilish sayman uskunalari bo'ldi, tadqiqot uskunalari. Buni satdan nurg'un pul qilishi mumkin. Lekin shunda bo'lsin bu o'zining ehtiyojli saymani bo'lgandan keyin kitob. Buningdan sirt o'sha o'qishni davomlashtirishga ehtiyoj bo'lib qolsa, zakat osi bo'ldi. Masalan, uyda 50-60 ming ko'y qoldigan kitap bor ekan, talib ilmni. Lekin ehtiyoj bo'lib qolsa, turmushni qamdash, o'qishni davomlashtirish oz bo'ldi. Ya cho'qim sen kitobni setab, shuni xayla deb turamiz. Lekin qo'lda nisoblarga pul bor ekan, boshqa jiqrab pul bor ekan, o'qitibdi. Bu chaqda zakatni, qo'lingdagi zakat pulni berib, undan endi o'qishni davomlashtiradi. Zakat cho'qim ilish shart degan gap yo'q. Damullam, qaraqunum, ulama, imma xonimning shu o'xshash. Ba'zilarga bu imma xonimning uzangisi oltin bo'lsa zakat kelmaydi. Nədəndə şəkin? Şu birinci olab do'zaxning o'ti tutashtirildiganlar shular. O'zi boshqalar tashviq qilib qilmaydilar. Lima taquluna ma la taf'alun? La ta'muruna an-nasa bil birr wa tansawna anfusakum. La tanha an khuluqin wa ta'ti bi mithlihi arun alayka idha fa'alta 'azimu. Bu hamda o'quvchi bolalarga ehtiyoj bo'lib qolsa, bu 8 turning birisiga chirdi. Qaysi sifat bilan chirdi? Ehtiyoj bo'lmay, boy bo'lib qolsa, qo'lda iqtisod bo'lib qolsa, zakat berish kerak bo'ldi. Zakat vojib. Tu'khazu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim degan bo'yicha bir turlikka basim bo'ldi. Hozir unisiga amilina alayha, ba'zi ibn sabil, ba'zi g'arim, ba'zida fi sabilillah uni ushtirib bo'lmaydi ba'zi kishilar. Davom ekan Kuchirg'anga bas bo'ldi. Yoki bir nechta turi bo'lsa, eng zo'rlab qarag'anga. Shunga bir vasi bo'ldi. Va ammal mas'alatu thaniya fa hal al mu'allafati qulubuhum haqquhum baqin ila al yawm am la? Mu'allafatu qulubuhum bular. Ko'nglini ham islomga sal moyil qilib turib, mudora qilib yoki o'zimizga tatbiq turgan kishilar edi buni. Ikki turlik Müslüman bo'lishi mumkin, kafir bo'lishi mumkin. Kafir bo'lsa, masalan, ma'lum bir o'rni
Ya bunun əgişilik adamı bəkçə, gepini anlaydıqalı bəkçə. Ya ki, yazğıcı, təşviqatçı ekan. Bunun birə obzor yazıb qalsa, birə kitabını yazıb qalsa, yaman təsir etdiğan. Bunda təşviqat tərəfdə ornu adam olub qalsa, bunun da zəkatdan pişki birə. Müslümanlığa boşaraq azə verirlər. Ya ki, İslamı boşaraq tırlanlar deyib, bunun da nə oxub qoysa, pulunu ağandı ekan, cim oturğan. Bəzən də pul təpiş üçün tıllaydıqanlar var, Müslümanlığa azə verirlər. Ya ki, məşhur olaş üçün nə qılğanlar var. Nəticə indi mənfəəti közləb tıllaydılar. Ani kim ona biraz bəsə, məsəl yığdı. Ya ki, məsəl kafirlərin işində bəsə, ay bu Müslüman olub qalar deyə ümid qılmazam. Öz yumşapımda nə hüquqqa adam bolsa, əbədiyə qıldıq ya ki, zəkatını verib beni qoysaq, adima xristianlar şu pulğu küçapını qıldıq. İslamda bu pulğu küçapında han pullan satıb alğandek bunda dini çigiz aş bolmasmı? Özün qanaat bilan, özün rəğbət bilan sürüb, lekin insanda bir acizlik olğandan keyin onun biraz mayil qılıb qoysaq, lanışıb qalğan adamlar İslamga kirib, matrib ötsə təxi yaxşı. Yani bunun sirişi bilan başqa nurgun aqidlik adamlar Müslüman bo'lib ketgan. Qabila boshqa ekanmiz. Ya biraz yurtning cho'ng ekan. Bu shunda chigandiklar ya bir naqshchi ya sanatchi ekan danliq. Bu chirib qolib boshqa ta'sirlam, yani oxirin ayishib chiriktiga avvalli bor. Undan keyin buni biz muallafa qulubimning sahmidan bilishdan beramiz. Endi ikkinchi turliki Müslüman bo'ldi bu. Lekin islom qazir cho'nqur o'rnimidi bunga. Yuza kerak Müslüman bo'ldi. Bundan keyin bu yenib ketmasin, texmo İslamni yaxshi ko'rsin bu, muqim tursin deb, texim buni mustahkamlash uchun muallafa qulubimdan bersak ching turdi. Rasululloh ma shunimda Hunayn g'azotini qilgan ekan, nurg'un Havazin qabilasining nurg'un mol-mulklari o'lib tushdi emasmi? Bu haddi hisobsiz hamdi. Chunki Havazin aynining hammani achiqqan. Duraydning samma bu qattiq nimaning danishmani deyiladi. Bu məsələdə unutmay, bular biz aşu xotin balçaqlarımızla, mal-mülkimiz hammamızdan aşu eşqib yaşaygan. Ayında uruşsaq, qattiq uruşmayız. Bu çağdan yengilmay, çoğun qalbi qilmayız. Çünki bu aşu balçaqlarımız, xotinlarımız aşağı tutsa, mallarımız aşağı tutsa, biz aşu qoğdaş üçün can tikib erişimiz, bu çağda yengimiz deb, bu hammamızdan achiqqan. Bütünümüzden achiqqanda. Achiqqandan keyin bu Duraydimiz samma bunda qilmanglar. Ussanlığı, qalbi qilsanlığı Paydullah. Şunda mağlup bulup gitip qalsang bütün da ajraysizlar desa, yoshlar unumay, qarning gapiga unumay, endi chiqib shundan bu nimada boshda musulmonlar sal mag'lub bo'lgandek bir ahvol. Qanday esa Makka fath qiliblam, oxirlam chiqdi emasmi? Chiqqan Makkada fath bo'lgan chaqda musulmon bo'ldik deblam, taqvo islomning hech nimasini tushunmagan, islom axloqi, islomniki nimaga anga erishmagan odam nurg'ina o'ljab qalsaq Çünkü bir narsa qaytarmaz deblam, o deblam chiqqanligiga qo'ygan ekan. Bu Avazin qabilasi mergan ekan. Shundan nima qilib, ilgirlab toza menotgan chaqdilam o'qitish ekan. Baq o'qitgan ekan, o'ylaqa g'animat olamiz deb, tayyor o'ljaga erishamiz deb chiqqanlar, o'y deblam partash qash qildir ekan. Qash qildigan ekan, u eng mustahkam madanli palvonlamda atrofida hammadan qichivassa Sel adam ağırsan çekinden, bunda ahval olan ki hammadan qışıp ketken hatta Rasulullah'ın qışta şu neçeylen, altı etteylen. Şu Rasulullah'ın aşı nimelerle cemaattidilan adamı qalgan. Asasen Abbas, Abu Sufyan bir tuqqini, Abu Sufyan harb emas. Abu Sufyan da bir tuqqini, Hazreti Ali en yaqin aşı nimelerle qalganimiz ketkenga ondan to'lab daraxtni bayat qilganlar Ansarlar kanasilar yanki voymanimiz bor deb o'zimlar qisal gangirab qolgan ahvolda sal aqiyangandek qatchida yana yugurib keliblam. Shu chaqdandan musulmonlar yengan ekan, o'ljag'an mol degan addi hisobsiz mol bor. Balchaqlari, ayollarning hammani mol-mulk hammani olgan ekan, bulamda ayrilib qoldi. Hatta Rasululloh bularni musulmon bo'lib kelib qolsa, be saqlab turay, balchaqlarini, mollarini yandirib berama deb, yana ashulni bir musulmon bo'lib qalsa, yani yarışqida ve yaxshilik qilib qo'yay deb, o'nne chiqin saqlaganning gapi bor. Biz musulmon bo'ldik, anday kechirislar bu deb kelib qazg'achi e'lon ma'binasan deb bunday saqlasa, u kemmay, kendi ko'p qismini taqsim qilib o'tishiga endi u kelsa, biz musulmon bo'ldik, bu deb kelgandan keyin necha kun saqlab boqdim sizlarga. Kim bilan shuni taqsim qilyapman, meni qog'inni men sizlarga beryapman. Boshqalar taqsim qilib bo'lganda shu o'zi beryapsa, o'zidan bo'lmasa, men qo'llandim degan. Rasululloh bo'ldi, ikki ya mal mulkini o'tirsizlar, ya balchaqani o'tirsizlar, ikkini birga o'tira olmaysiz.
Siz mal mülksiz yaşayan, balcaqsız yaşayan, balcaqlarını deganken ayında yandirib birga. Başqalamamız taqsim qilinib bo'lgan o'ljilarning bor Rasululloh debdan qaytirib birga. Keyin o'lji bekchi qo'ygan ekan. Ay Makkadan endi musulmon bo'liblam, az chiqqan endi odamlarda musulmon emaslimi bor. Emaslimi bor, u chiqqan ekan shuni Rasululloh ta'rif qilish uchun Safvan ibn Umayya, Abbas ibn Mirdas, Uyayn ibn Hisn al-Fazari mesela bunda adamlarga yüzden tögürek. Her biri yüzden bunda tögürep. Yüzden tögediğiniz hozir ama $100,000, $100,000, $1 milyon degandek. Jiq bo'landi. Bergandiki hamdan, demak, bu yerga shahid nima? Shu ba'zi musulmonda, ba'zi musulmon emasdi. Lekin buluga bergan. Nima uchun esa aqid tug'an qabila, butun qabila musulmon bo'lib qolgan. Ma musulmon bo'lsa, musulmon bo'lib qoladi. Ma musulmon dastlab ching tursa, boshqa ching tura ulgu bo'lsin deb islom qiziqtirib bunda bergan. Berganiga ansarlik bo'lib, ansarning hammasi emas, yosh bolalar o'zini to'xtatmaganlar. Bu bizda necha yil jang qilib, qilichimiz hozir qondan qurmagan holatda bunda tursak, o'lji qilsak Rasululloh bizga bermay nada tayini haqligi bunda taxa tunigan uchrashgan tunin ko'rishganimizga noqta hatta ba'zilar Rasululloh o'zining yutidiga bishariklari adamda masalan o'lja beryapti ya'ni Rasulullohning ansarni chaqirtmagilar Rasulullohga gap anglam bu nimaga deganiga bizning kichik bolalar shunda deb sapta deganiga bu sizlar bütün kishilar mol dunyoni olib ketsa sizlar Rasululloh bilan birga ketsangiz rozi bo'lmaysizlar. Law salakan nas vadiyan va salakal ansar shaban la salaktu shabal ansar deb ansarni maqtab uni yaxshi ko'rdiganligi ansar bilan birga bo'lganligi hamma nimani yo'q bu men buni berishda shular berishda islom mayil qilish uchun berdim buni. Lekin sizlar islomni mustahkam bu mol dunyo uchun musulmon bo'lmagan islom uchun bunda kurash qilgan kishilar bo'lgan ekan sizlar o'zingizning ko'nglingdagi iymonga qo'yib qo'yapsizlar. O kishilarga mol dunyoni mayil qilish uchun bergan degan. Ya'ni bu hamda musulmon kishilarga berdi, musulmon bo'lmagan taqa alat kishilarga berdi. Ikki turli kishilarga bergan Rasululloh. Endi hozir ashu muallafa qulubum hozir menda bilamdi, ya bo'ldi ketdimi shu Rasululloh zamonida keyingi vaqtlardan ketib tugdimi degan masala. Faqala Malik, Imom Malik la muallafa al-yawm. Bugun kunlarda muallafa degan kishilar yo'q. Nima uchun? Islom aziz bo'ldi, islom hukmron bo'ldi. U islom mayil qilib ziyonkashlikdan saqlanaylar, u bo'lda qo'rqinch yo'q hozir. Ya'ni Imom Malikning zamonida shunda bo'lgan. Ya'ni shu Abu Ja'far al-Mansur, Harun Rashidning zamoni qadar islom shu kuchlanib ketgan vaqtlar. Musulmon islom xalifasi jonlanib, islom davlati yeyilib, kengre territoriyaga yo'lab ketgan vaqt. Hech kimni qo'rqmaydigan vaqt. Qala Shafi'i va Abu Hanifa bal haqqul muallafa baqin ila al-yawm in ra'a al-imam dalik. Yani hozir bu ma qarashni nisbat berishi xato bo'lib qolgan. Hanifi mazhabda nima saqata sahmuhum dedi. La muallafa dedi. Billah, yani Imom Abu Hanifaning zamonida shu islom xalifaligi islom davlati kuchib ketgan vaqtlar. Bundan nimasi chiqib ketdi dedi. Unda qilish yo'q. Lekin hozirgi musulmonning ojizlik holatini ko'rgan bo'lsa, Imom Abu Hanifa yaqinda yana muallafaga berishimiz kerak ekan dedi. Lekin u chaqda shunda ta'lifga ehtiyoj bo'lmaganlikdan ularning sahmi bekor bo'lib ketdi degan. Demak, men Shafi'mi debdim, Imom Shafi'ning qarashimi toza nima emas bunga. Imom Shafi'i bir qarashda kafirga bas bo'lmaydi debdi. Al-kafir la yuta'allaf, bas musulmon bo'lsa bermaydi debdi. Ya'ni bir qarashda balki shuni degan bo'lishi mumkin. Lekin mana Imom Ahmadning qarashi bu. Bal haqqul muallaf baqin ila al-yawm idza ra'a al-imam zalik degan bu Imom Ahmadning qarashi. وهم الذين يتألفهم الإمام على الإسلام. Bular qanday kishilarsa imom ash musulmon bo'lishi uchun ashulan ko'ngilni mayil qilganlar edi. Muallafat qulubum musulmon emas edi bundan. Yaqin dunyoda islomga degani ham bu ikki turli bo'ldi. Musulmon emas ekan, buni ham da musulmon bo'lib qolsa ekan deb mayil qildi. Musulmon bo'libdi yangidan, lekin mustahkam taqa iymon dilga o'rnamabdi. Bunda biroq musulmon bo'lsin deb mustahkamlash uchun ta'lif qilamiz. Va sabab ixtilafihim hal zalika khasun bi nabiy sallallohu alayhi vasallam aw amun lahu va li sa'iril umma. Demak bu ta'lif hozir Rasululloh xasmi yoki butun ummatga umum bir ishmi bu. Val azharu annahu amun.
muallifning tarjihi bu umum deydi. Yani shunda ahvol duch kelgan chaqda musulmonlar ziyon uradigan kishilarning sharridan saqlanish yoki musulmonga moyil qilish bunda bir ahvol bo'lib qolsa, musulmonlar qachon bo'lsin bunda zakatdan bir qismini bas bo'ldi. وهل يجوز ذلك للإمام في كل أحواله أو في حال دون حال؟ demek imam mishada musulmonlarning raisi dedi, xalifasi. Bunu bazı ahvalda birdigan, bazı ahval bermedigan bundami yo davomli bas bo'laverimdi? Desa, masalan, ojizlik holatida berib, kuchli holatda bermaydigan bunda damdoq. ولذلك قال مالك لا حاجة إلى المؤلفة الآن لقوة الإسلام. İmam Malik'in qarshi shu. İmam Malik yani bugün hozirgi zamonda men yashayotgan mujdavirda ta'lif qilish hojat yo'q. Chunki islom kuchayib ketdi. Yani aciz olsa birin basınız buldu diyen çıkıdı dedi. Ama ve hada kema qulna iltifatun minhu ila al-masalih. Demek İmam Malik bunun da aşı özün mazhabda delil deb qaragan masalih mursalatga qarata chiqargan hukm bor. Yani bu yerda kelgan payda musulmonlar shuni ko'zlaymiz. Demek bular asosan ehtiyoj bo'lib qolsa, yani ta'rif qilamiz degan gap chiqadi. Hatta Hanifi mazhabining shu. İmam Abu Hanifa'ning zamoni saqata degani o'sha chaqda musulmonlar kuchlanib ketganlikdan degan. Korkunç yok. Mesela bunu ko'ngil mayil qilmabdik biz. Nima ziyon bizga? Bu musulmon bo'lmabdi. O'zida ketaverib bizga hech qanday ziyon uranmaydi. Biz endish qiladigan bir ish yo'q. Yani bir dalil hamda bu muallafaninki sahmi baqin ila yawmil qiyamah degan dalili. Rasululloh muallafa qulubini bergan. Shunami? Bergandan keyin bu birish yo'l qo'yildi-da. Yani onun mansukh qilgan bir dalil bormi? Mansukh qilgan dalil yo'q. Ya hadisten ya ayetten bir mansukh bir delil bositde yok mu? Davamlı kim? Kıyamet kadar bu sahmi muallafa davamlaşıyordu. İhtiyaç görülgen dolan bazı bulaverdi. Bunun sil Kur'an'ın nas. Ol muallafati kulubuhum da nas. Kur'an'da şunun birisi davatsa ya bunu vermemiz de durasa olmuyor. El-fasl thani fi sıfatı allati taqtadi sarfuha ileyhim. Yani qanda sıfatlı tepilsa andın ulağa zekat verildi. وأما صفاتهم التي يستوجبون بها الصدقة ويمنعون منها بأضدادها. Mesela qanda sıfat bo'lib qolsa zakat berishga haqli qoladi. Uning ta'tir bo'lib qolsa zakat berilmay cheklandi. Yani kambag'allikning ziddi baylashnami? Fa ahaduha al-faqr alladhi huwa didd al-ghina. Ay baylikka zid kelgan namraqlik, yo'qsullik, kambag'allik ashu sifat tepilsa berildi. لقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فقراء مساكين كما نمشوا فقر. واختلفوا في الغنى الذي تجوز له الصدقة من الذي لا تجوز. بايد سكمان دبو باينن içinde zekat az bulduğun baylan zekat az bulmadığın bayının fasıl sizip qaysı degende ixtiloflashdi. Çünkü baylık degenden de baylık degen nima zaten? Bunun tarifi. Yani qanchalik namoz bay deymiz, qanchalik baylık bo'lmasa undan bay demaymiz. Bunun bir tarif bo'lishi kerak dedi. Lekin tarif nima desa, g'ani degan o'zining ehtiyojini qildig'idek bayliqi bor kishi g'ani bo'ldi. Ya'ni g'oyasiga yetib oshirgan odam dedi. Azroq binasi oshirgan bo'lsa, bu bay bo'ldi. Oshmasa, bu bay bo'lmaydi. Bu tarifim. Va ma miqdaruna al-muharrim lis-sadaqa. Zakat asa haram bo'lib ketilgan bayliq miqdori qaysi? Fammal g'aniyul ladzi la tajuz lahu sadaqa. Unda zakat asa bo'lmaydigan bay bo'lsa, kim desa fa innal jumhur ala annahu la tajuzu sadaqa lil aghniya bi ajma'ihim. Jumhur olimlar baylarning zada hammasiga zakat durust bo'lmaydi dedi. Bay bo'ldi-ken zakat durust bo'lmaydi dedi. Hozir bizning jamiyatning bay deb qaralgan yoki ashi bizning o'lchimizda man yajid kifayatahu va yafdul lahu malun. Yani ihtiyoji qilmaydigan mol mulki bor, undan yani aşırı odamlar g'ani degan. Bular zakat asa durust bo'lmaydi. Illa al-khums alladina nass alayhim nabiy sallallohu alayhi vasallam. Al-khams deydi. Faqat 5 turli kishi mush bay bo'lsa zakat as bo'ladi. Fi qawlihi Rasululloh mushadisda bayon qilgan. La tahillu as-sadaqatu li ghaniyin illa li khamsatin. Zakat faqat 5 turli baydan boshqa bayga durust bo'lmaydi, halol bo'lmaydi. Birincisi lig'azin fi sabilillah. Allah yo'lda jihad qilgan jangchi, mujohid. Bu ham o'zi bay bo'lsa-mu, masalan shu jang qilish, jang urush qatnashayotgan yo'da yemak-ichmak, shu o'q-dora, shunday chiqimni zakatdan qilib yashayapti bo'ldi demoqchi. Aw li'amilin alayha.
Zakat toplaydigan zakatchilar var, zakat kadrları. Bular zakat birdiği adamı bolsunmu, adatda bu hamda bir yer işlediğin kadr dekendir. Maaş alırdı, qiylardan. Başqa bir idarada işlegandeklar maaşını alırdı. Şu maaş şu zakat şuna ama ev li garimin ya qazi bo'g'lab qolgan adam o'zi baykan qazi bo'g'lab qopdi ya da g'arim degani ikki ehtimollik bor. Birisi o'zining bir ehtiyoji tushib pul lozim bo'lib qarz olgan bo'lishi mumkin. Yoki o'zimi bir 50-60 ming puli bor ekan, lekin ikki tarafni bir isloh qo'yash, yarashtirib qo'yash, manda bir ish uchun ya bir xarid-saxovat bir lillah bir ish uchun aynda qarzilib qilib qo'ygandim dedi. Bunda ahvolda o'zi boy bo'lsa-mu, buningga ashunda pulni to'lash uchun zakatni haydaymiz demoqchi. Ev li rajulin lahu jarun miskin. Yoki bir kishi hamda boy ekan bu, lekin qo'shnisi bechora ekan. Fatasaddaqa alal miskin. Qo'shnisiga sadaqa beribdi bu, zakatni beribdi. Balki qo'shnisi tamoq pishirib ya benim qilib, anda o nimani shu bayni mehmon qilibdi yoki bir tamoq chiqargan bo'lsa, hadiya qilgan bo'lsa, uni esi bo'ldi dedi. Tunda Rasulullohga qo'ydim bizni baririga sadaqa berdi-ku. Aytgandan keyin pishirib go'sht yegizgandan keyin Rasululloh tamoq qilmoy desa, tamoq qo'ygan shu baririga biz qo'yayotgan shu zakat sadaqa qo'yning go'shtidan bizga berayotgan shu boshqa yo'q degan ekan. Va laha sadaqa va lana hadiya deb ekan. Navonikan munda bo'lsa esi bo'ldi, ya'ni shu 5 turlik bay. Boshqa ahvolda joiz bo'lmaydi dedi. Madisi yana birini tashlab qo'ydi. 4 turlik oldi va anında sandı. Lekin 5-turlik av g'aniyun ishtaraha bimalihi. Hadisning to'liq lafzida av g'aniyun ishtaraha bimalihi. Masalan bu zakatini berish nima? Ya boshqaning zakati ekan bu. Bozordan da kambag'al setibdi ya, ayni bo'ldi boshqa xalqning qo'liga o'tib uni sotqil turgan bo'lsa, bu ashunda narsaga ehtiyoj bor ekan. Biz qo'y zakat berilibdi-ku, u qo'y kambag'alning qo'liga tushib, bu kambag'al boshqani setib, boshqalardan bozorga chiqib sotgan bo'lsa, u qo'y olmoqchilab chiqqan bo'lsa odam, shu zakatni setilib oz bo'ldi. Pulga setib oldi buni. Setib olganidan keyin buni esi bo'ldi demoqchi. Bu Abu Dawud al-Hakim va Ahmad rivoyat qilgan. Hakim sahih deb qarab. Hasan darajada hadis bo'lishi mumkin. Wa ruwiya an ibn al-Qasim annahu la yajuzu akhdhu as-sadaqati li ghaniyin aslan mujahidan kana aw amila. Ibn al-Qasimdan bunda bir qarash rivoyat qilib. Mujahid olsun, amil olsun, boylab qalsin bo'lmaydi. Sen mujahid olsa o'zining boylab qalsin, o'zining pulga tayinib jihad qilsa. Amil olib qalsan, yani shunda o'zidan qaydab ishlab berdi bo'lmasa oson bo'lmaydi deb. Lekin bu muxolifun li nasl Qur'an val hadis nima? Vallazina ajazuha lil amil, amilga joiz deb qaraganlar va in kana ghaniyan ajazuha lil quda. Bu Ibn Qasimning boshqalari deylamdi. Joiz deb qaraydi albatta. Bular da qozilarga joiz debdi. Va man fi ma'nahum mimman al manfa'atu bihim ammatan lil muslimin. Umum Müslümanlarga menfaati bo'ladigan kishilar bunda as bo'ldi. Qozilarman da bular umum Müslümanlarning da'volarini bir taraf qilib, tarafdorlarni ayirib qo'ydiganlar bo'lgandan keyin bular zakat ilib, boshqa xizmatini qilib bo'ldi deb. Ya'ni shu zakatdan ayna maash ilib ishlasi bo'ldi demakchi. Masalan, alaqa masjid imomlari, maznaqnimlarga keyin shaqavas bo'ldi degan qarashlar paydo bo'ldi-ku. Shu din zoya bo'lib ketmaslik uchun. Kur'an o'qitilgan, din o'qitilganlarga keyincha shunda zakatdan boshqa yoki yordamdan berib, shularning faoliyati davomlashish uchun berilib kelgan. Baytul mol yo'qolib ketgandan keyingi ahvol bu. Baytul mol bo'lib qolsa, islom davlati shu qozining, mudarrisning shaqqini islom davlati berdi. Baytul mol yo'qolgandan keyin nerdan qamdaymiz deganda, ya zakatdan, ya nimadan, ya xayr ihsondan, ya yordamdan, ya sovg'a salomdan qamdaydan. Wa man lam yujid zalik faqiyas zalika indahu wa alla tajuza li ghaniyin aslan. Ya'ni durust olmaydi diyorlar, chunki u boy bo'lgandan keyin durust olmaydi deb turibdi. Wa sabab ixtilafihim huwa hal al-illa fi ijab as-sadaqa lil asnaf al-madhkurin huwa al-haja faqat aw al-haja wal manfaat al-amma. Sadaqatning sababi nima esa, bu muhtojdan bo'lganlikmi yo da zakat berishning yoki muhtojlik bilan billah umum musulmonlarning manfaati uchun ishlaydigan bo'lish kerakmi? Amilin fi sabilillah degan umum musulmonlarning manfaati uchun ishlaydiganligi
فمن اعتبر ذلك بأهل الحاجة المنصوص عليهم في الآية قال الحاجة فقط. هنا آيات فقراء مساكين غارم دب من أهل حاجة ندينته دبتر واسا يقام محتاج لهم خيلة بنده. ومن قال الحاجة والمنفعة العامة توجب أخذ الصدقة اعتبر المنفعة للعامل والحاجة بسائر الأصناف المنصوص عليهم. حاجة مو احتياج مو باه umum menfaatın babı zekatını ilişta. İşkili ise köz tutuludu dep qaragalla bu zekat az buludu dedi. Demek amil alıdı işte ama yatabar menfaat lil amili vel hace bisairil asl. Amil menfaat için alıdı yani bu işlep belgel umum aşı Müslümanlık hizmet qilganlıktan. Ani baş türdikiler hacetla alıdı. Ondan keyin ikkisi jo'g'landi bu zekat aldıqalda. Burunqa Hanafi mazhabının alimlaridan şu 4-asrda yaşagan bizning Buxoro, shu Xorason tarafida yashagan olimning birisi shunday debdiki. Shu chaqdagi podshohlarmidi? Qozi Kalon yo masalan, ulamoning, mudarrislarning, imomlarning, xatibning maoshini berdik emasmi? Shu maoshni bunda nima qilsak bo'lamdi, bo'lmamdi deganga bunda javob beribdi. Asab bo'ldi. Nahnu na'mal lillah va na'kulu min malillah. Biz Alloh uchun ishlaymiz, Allohning malidan haylaymiz. Cevap verir. Buna ait muvaffak cevap ki. Demek ki bu padişahın qo'lidagi malni bir gumonliq mal deb tushunga u podshoh ba'zi zalim, ba'zi xalqning mol mulkini tortib oldigan, nima qildigan, naq baysilikni qilib pul to'plagan bo'g'achqa gumonlanib qolgan. Gumonlanib qolgan ekan bu uni olmaymiz desa bu ulamoning o ishidan to'xtab, aslida tijorat kuchib ketsa bo'ladi. Sonra o ilm to'xtaydi, yuritish to'xtaydi. Kişiler şer'i bilimden mahrum bulup qolgan. Şuna ayna cevap berdi. Na'mal lillah ve na'kulu min malillah. Ve amma haddul ghina alladhi yumna'u min as-sadaqa, qanchalik darajada boy bo'lsa, undan zakat o'chaqda olsa bo'lmaydi. Zakat berilmaydigan boylik o'lchami qasidi. Fazaba Shafi'i ila anna al-mani'a min as-sadaqa huwa aqall ma yantaliq al-ism. Adatan boy deyilgan adam bo'lsa, bizning jamiyatda boy deyilgan adam bo'lsa verilmeydi. وذهب أبو حنيفة إلى أن الغنية هو مالك النصاب لأنهم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أغنياء لقوله في حديث معاذ له. İmam Abu Hanife zekat beriş ölçümüge yetken baylık bakışı bayıldı. Çünkü Muaz'ın hadisinde şu baydap Resulullah şunu atığa. فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. Yani fi fuqaraihim degeniz. Demek أغنيائهم ilindiğan namratlarga berildiğan degeniken unda olsa zekat beriş ölçümüge yetkenler أغنياء hesaplanırken Ebu Hanife hadisga asosli. وإنما كان الأغنياء هم الذين هم أهل النصاب وجب أن يكون الفقراء ضدهم. Bayla zekat bir ölçemge igi bo'lganlar bo'lsa, kambag'allar ular ölçemge yetken mal mulki bo'lmaganlar bo'lishi kerak. Va qala Malik laysa fi zalika haddun inma huwa raji'un ila al-ijtihad. İmam Malik cheklimiz yo'q, mo'lchallab desek bo'ldi, lekin bu qarash İmam Malikning xato. Hatta Malik mazhabining qarashini naql qilishda bir bu xatolik bo'ladi. Malik mazhabining kitoblarida man yamliq qadra hajatihi fa huwa g'ani. İhtiyacı qamdığıdak mal mülkü bo'lgan kishi g'ani hisoblanadi. Şu bazı kitoblarni, bazı mazhabda mashhur kitoblar bo'lgan bilan mazhabning qarshini naql qilishdimi hisob qilinmaydigan kitoblar bor. Masalan, shu Bidayatul Mujtahidni Maliki mazhabning qarshini naql qilishdimi hisob emas bu. Nima uchun mana shunda xatolik bor? Mecmuada İmam Şafii'nin naql qilishda mu'tamadanimiz kerak. Ne mecmu mu'tamad. Çünkü İmam Navavi'ninki tasih mi Şafii mazhabida hesap qilingan qarash. İmam Navavi bu Şafii mazhabidagi gap hesap qilingan olimlardan. Mecmuadagi gap hesap o amma al-qanunni bir mazhabdagi 3-4 xil qarashni tadqiq qilib, oyog'ida birisini saydab bunda xulosalab chiqadigan. Bu hesap qilindi. Adda masalan Mughni deyli. Hanbali mazhabdagi Mughni degan kitob Ibn Qudamning. Noy mashhur noy isli kitob. Lekin Hanbali mazhabning zot mushzada mazhab qarishmi emasmi deb rasmiy shu ko'chilab nima qilgan chaqda tazi bo'lmaydi kitob. Buning uchun endi biz qaysi kitobni murojaat qilamiz? Masalan, al-insaf fi ma'rifat ar-rajih min al-khilaf degandek masalan Merdavining ya Kashaf al-Qina' masalan, Mukhtasar al-Khirqi bulug'i murojaat qilamiz.
Hanifi mazhabning shunda mu'tamad kitoblar va mu'tamad emas kitoblar. Ma kitobmanda musha mu'tamad emas. Nima uchun bunda ancha-muncha xatoliklar, ya'ni mazhabni naql qilishda toza joyida emas. Hanbali mazhabning da fiqhida bir mashhur Qur'oniy kitobda qistonlik kitoblar bor. Hanbali mazhabning o kitoblar baksaz, Hanbali mazhabning ergashuvchilari az bo'lgan bilan olimlarga kitoblar baksaz. Mesela Mughni deganda kitobning boshqa mazhabda yo'q. Mughni'da bir kitap yok. Onun başka uzun kitaplarca. Ve sebep ihtilafihim halil ma'nal mani' huwa ma'nan şer'i am ma'nan lugavi. Annu zekat ilishtin to'silgan ma'ni bu shar'iy ma'nimi yo lugaviy ma'ni? Lugat tarafdan to'samdiq bay degan lugatda manda kishini bay deganligimiz uchun. Yoki shariat jihatdanmi? Faman qala ma'nan shar'iy qala vujudun nisab. Demak, bu shar'iy ma'nidan to'silmaydi desa, Abu Hanifa olsa nisab bo'lganlikdan to'silmaydi. Hemen qala ma'na lugaviy, çünkü lugatda odatda bayga adamni mundadini bay deymiz desa, ya'tavri fizik aqlli ma'noda qolaversin. Ya'ni odatda baylam deyilgan adam bo'lsa, zakatas bo'lmaydi. Lugat tarafdan, ya'ni jamiyatda urf-odat tarafdan. Faman ra'a anna aqlli ma'noda qolaversin huwa mahdudun fi kulli vaqtin. Demak hamda bu bay deyilgan adam har qanday zamonda bir cheklik qoldi. U hammadan emas. Bunda deganlar va fi kulli shaxsin Ja'ala hadduhu hada. Her vaqtda, her shaxsda o cheklik bo'ldi desa, buning bayliqning o'lchimini shunda nima qildi? Ism bu tushgan bo'lsa bay deymiz, tushmagan bo'lsa bay demaymiz dedi. Wa man ra'a annahu ghayra mahdudin wa anna dalika yaxtalif bi ixtilaf al-halat wal hajat wal ashkhas wal imkana wal azmana. Bu Imom Malikning ijtihad bilan degan shu. Onun cheklik emas, o ba'zida jiqroq bo'lib ketishi mumkin, ba'zi az bo'lishi mumkin, ba'zi jamiyatda Mandara adamning bayraydigan bo'lib qolsa, adam olib ketadi masalan demakchi. Hatto mesela burun Rasulullohning zamonida abi 5-600 ko'y bunda abi pullari va nima adamning bay bo'lishi mumkin. Chunki o'sha jamiyatda ehtiyoj, jiqqa ehtiyoj yo'q, hozir chiqimi jiq yo'q. Hozir maktab pul to'lamasa bo'lmaydi. Pul to'lamasa to'nglatqon bo'lmaydi. Turbuliq suvi bo'lmasa gaz bo'lmaydi. Burun deganimda o ko'zidan binab qo'yish, suvni qachilab qo'yish bo'ldi. Kiyimdan bizni kiyib ketdi. O bolalarni maktabga pul to'laydigan, kira mashinaga pul to'laydigan, buningga pul to'laydigan ish yo'qdi. Lekin uni azroq qilib mashina yetib ashitdi. Lekin hozir 10 ming ko'y olsa 1 yil yetmaydi. Demak, bu bayliqning misoli o'zgarib ketdi. Hatto ba'zi jamiyatlarda shunday, ba'zi yerda oz pul yetishi mumkin, lekin shahar yetmaydi. Bu pulda kulayverdi. Demak, bu ijtihadga raja degan Imom Malik shunday deb qaradi. Amaliyotda bu Imom Malikning ehtiyojiga qaraymiz degan tushunami? Ehtiyoji bor odam bo'lsa zakat as bo'ldi. Ehtiyoji yo'q odam bo'lsa zakat as bo'lmaydi demoqchi. Va qad rawa Abu Dawud fi hadith al-ghani alladhi yumna as-sadaqa an nabiy sallallahu alayhi wasallam annahu milku 50 dirhaman. Abu Dawudning hadisida 50 dirham ega olgan kishi zakat as bo'lmaydi deb kelgan edi. Men sa'ala wa lahu ma yughnihi ja'a yawm al-qiyamati wajhu khamushan aw khadashan deb. Yani o'ziga ehtiyojni to'liq qondiradigan holatda bir odam yani zakat so'rsa, qiyomat kuni yuzi da holatda yoki qiymati bo'lgan holatda bunda keldi dedi. Unda bo'lsa g'ani degan kim deb so'ragan chog'da Rasululloh men malaka 50 dirhaman degan. 50 dirham. Bu Rasulullohning zamonidagi shu bay hisoblangan kishilarning o'lchami. Degan bu hadis hamda ozroq bo'lishi mumkin. Ve fi atharin ahir annahu milk uqiya ve 40 dirhaman. Bir uqiya oltin adam bay hisoblanadigan bu 40 tangitda bu nimaga yaqinlashdi hozir. Shunami? Ve ahsabu anna qawman qalu bi hadhihi al-athar fi hadd al-ghina. Va o'ylaymanki, ba'zi olimlar mushunni o'lchamnimi bayliq o'lchami qildi dedi. Bu kim? Imom Ahmad, Savri deganlar mushuni tutgan. واختلفوا من هذا الباب في صفة الفقير والمسكين والفصل الذي بينهما. Endi bu fakir bilan miskin degan qanday odamni deymiz? Bu ikkisining o'rtasidagi siziq qaysi? Buni ixtiloflashtirdi. Faqala qawmun al-faqiru ahsanu halan min al-miskin. Fakir degan miskinni yaxshiroq. Miskin eng bicharasi debdi. Wa bihi qala al-Baghdadiyuna min ashabi Malik. Imom Malikning Bag'dodlik shogirdlari shunday deb qaradi dedi. Bag'dodlik shogirdlar va Misrlik shogirdlar va Medinlik shogirdlar va bunday bo'lgan, Bag'doddan kelgan shogirdlar rivoyat qilishda shunda debdi. Demak, bu al-faqir ahsan halan min al-miskin degan kimning qarashi yana? Imom Abu Hanifaning qarashi.
lekin bu yerda xatolik. Va qala oxirin al-miskin ahsan halan min al-faqir. Ba'zilar miskin degan faqirdan yaxshiroq. Alloh taolo oyatda eng bichordan boshlab bunda tadrijiy mangan deb va bihi qala Abu Hanifa va ashabu va Shafi'i. Abu Hanifa ashabu birinchi qarashni degan bilan maktabda ta'tib qildi. Endi bu qarashni tutqanlik qolsa Shafi'i deb fi ahad qawlihi ma'qul. Imom Ahmad shular shunda deb qaradi. Va fi qawli thani annahuma isman dallan ala ma'na wahid. Imom Shafi'ining yana bir qarashida bu faqir miskin degan ikki mazmuni bor. Yani ikki e'tibor bilan bunda deymiz demak. Masalan faqir degan bu unda qo'l biznesi yo'q, yo'qsul deydi. Miskin degan yo'qsul lekin bak izlib ketgan, bak bichora bo'lib ketgan. Bunda odam bo'lsa, ikkisi ham faqir, lekin faqirning faqir bo'lsin bir jalliqroq bunda nima qilib turganlarga masalan baydan qash ko'rib ba'zi ishlasam bo'ldi ya pul olsa ba'zilarda buni deyiladigan bir jinni baqalaydigan faqirlim bormi? Lekin miskinga ham berib pul olsa ba'zida desam numus qiladigan yoki xijillatma so'may uyda bunda qilinib o'tirgan odamim bor. Ma ikki e'tibor bilan degan gap demak. İkisi bir xil yo'qsul kishilar lekin e'tibor bilan o'xshamaydi dedi. Bu Imom Abu Yusufdan rivoyat qilingan bu qarash. Oyatning nimasi 8 dedi. Ikkisi bir ma'noga o'xshashlar qildi desangiz nima? İki e'tibor bilan bunda ba'zida umuman xusus bo'lgan ishlar bor. Va rusulihi va Jibril dedim. Jibrilning shu rusullarning ishida. Xas raqamda alayda beni qo'yish tarafidan miskinni alayda qilmasdan faqirlik keldi. Yani onun içinde fakirnin içinde bek miskin onun birildi degandek. Lekin mana bir qarash endi. Mana ikkisi bizga gap degani bu bir xil qarash. Masalan odatda mu'min, muslim deymiz-ku. Mu'min degan musulmon bo'lishi mumkin. Iymonni ayrim, islomni ayrim javob berdi Rasululloh. Lekin bu bir tadaxul bo'lgan narsa. Bu qarashda shundaqmi. Lekin va jumhurning qarashida bu ikkisi ayrim daraja. Bizsi bakrak bichara. Yani bizsi sal undan yaxshiroq bichara degan. Bular Hanafi mazhabda aw miskinan za matraba degan oyatni dalil qiladi. Faqir yo'qsul. Miskinmi? Faqir shu. Endi yo'qsul odam, lekin bu miskin degan askanahul faqr. Askanahul faqr degan endi bo'shab bunda yotqizib o'tgan. Kambag'al bo'lmamda baklam holi qilmay tushib ketgan odam. Manda deydi. Lekin lug'at olimlardanmi ba'zilar faqir degan baktuvanti deydi, ba'zilar miskin degan baktuvanti deyiladi. Lug'at olimlari ikki bo'linib ketgan. Arab tilida qasin bakrak tuvan deymiz deganda. Faqir degan bu ism maf'ul. Qatil deymiz-ku, bima'na maqtul. Ya'ni mafqur degani umurtqa. Umudul faqar deymiz-ku, umurt so'ngi sunib ketadi. Bunda o'rtirilmagan degan bo'ladi. Faqir degan endi bichara demak. Keyin dashында ishlatilgan bo'lib ketgan deydi. Asli kelishda shu. Miskin degan askanahul faqr endi nima? Yaga chaplashtirib o'tgan. Namratliq, yo'qsullik yaga yotqizib o'tgan odam deydi. Degan Abu Hanifa aw miskinan za matraba degan oyatni dalil qilib mana va to'pg'amda chaplashib ketgan, endi yetib ketgan bichara degan. O'ziga bu bak ig'ir ma'vo demakchi. Avlicho ulumi oyatni dalil qilmasdan أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. Miskin nima? Kimisi bor miskin ma o? Jinasi bor demakchi. Unda kim jinasi borki bu faqirdan nima? Uning ustiga oyatda innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin deb eng bichardan boshladi Alloh taolo. Allohu akbar. Eng bichardan boshladi, undan keyin araqlar demakchi. Demak, endi hozir buni bizning nimamizga nisbatan zakot berishda biz shu ma faqirda ma miskin tushdi deb unda ayirmaymiz-ku. Qasin hali bakrak boshroq bo'lib qolish shu zurulrak oldi o'ringa tizimizdan. Al-faqir ahsana halan min al-miskin degani Abu Hanifaning qarashi. Miskin eng bichara deydi. Eng bichorasi kim deganda bunda deydi-mi? Eng bichorasi kim? Hanafi mazhabida miskin eng bichara deydi. Boshqa olimlar faqir eng bichara deydi. Yana lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhum al-jahilu aghniya min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Shunama? Demak bu lil fuqara deganning ishada Makka hijrat qilib butun mol-dunyosini ayirib Allah razı için hicret qilib chiqqan ba'zi musulmonlar. Xanni qashqirab hamda binasi bilan deb so'ramaydigan
Muşunna degandeken bu faqir baklam ig'ir ahvolda demoqchi. Faqir desakmi, qolganlar shu faqirdan boshqa 7 turni mesela shu aslında mesela kambag'al degan chekdamiz. Masalan, amilina alayha uni chiqarsak, fi sabilillah chiqarsak, qani kambag'al. Balag'atni Muallafat qulubum o bayolishi mumkin. Ta'lif uchun bayolishim bir to. Andan g'arim mu bundan azroq nimba. Qani ehtiyoj uchun. İbn Sabil ehtiyoj uchun. Fi sabilillah mu ehtiyoj uchun. Unisida sal qo'l ilkidi barak adamning bormiz. Amilina alayha qo'l ilkidi bo'lishi mumkin, lekin ishlaganlikdan maosh olib qaylaydi, shu zakatni maosh oladi. Mujohid mo masalan o'zi bayolsimi, jihad urush chiqqan chog'da zakat puldan qayslab qo'shinga shunda chiqim qilsa qaylab mana bo'ldi. Wa hada an-nazar huwa lughawiyyun, yoki laghawiyyun desak bo'ladi. Illam takun lahu dalala shar'iyya. An bu lug'atdan tadqiq qilish bu deydi. Faqir miskinning shariatda bir nimasi yo'q-ku o'lchimi. Lekin bu lug'atda faqir ayında baklan bichara bo'lsa faqir deymiz. Miskin bakrak bichara bo'lsa miskin olti varakkin deymiz deydi. Wal ashbahu an istiqra' al-lugha ay yakuna ismayn dalayn ala ma'na wahid. Lug'atni kuzatib chiqsak hamda bu ikkisi bir ma'noga dalolat qilgan so'z bo'lishi mumkin. Lekin ikkilisi anda yo'qsullikni bildirdi, lekin bizsa sal asraq binasi bor, bizsa faqat yo'q, undan tuvarrak bo'lishi mumkin. Darajasi o'xshamaydi. Fi kulli wahid minhuma illa anna hadha ratibun min ahadihima. Va ma'waning sal ustidarak turadigan. Ala qadrin ghayr al-qadr alladhi al-akhar ratibun alayhi. Awa ma'nodan sal ustidarak turadigan bo'lishi mumkin. Lekin ikkisi bir guruh deb qarasak bo'ldi lug'at tarafdan. واختلفوا في قوله تعالى وفي الرقاب وفي الرقاب إشادة نجم بلدو إمام مالك هم العبيد يعتقهم الإمام ويكون ولاؤهم للمسلمين إسلام ده قلنا أزاد قلش ترغب قيغان كبارات üçün تطاوى صدقس üçün olsun أزاد قلش hürriyet eriştiriş üçün küçüğen boğallıktan zekatının bir kısmını İslam halifesi kullarını azat qilish hajlab kullarni azat qilyotdi. Bu İslam halifesi nima qilgan ekan? Bunning vala alaqa muvala nimsog'i, vala degan masalan miros qoldirish jihatdan, boshqa nima jihatdan alaqa diyet to'lash va kazash jihatdan musulmonlar bo'lgan. Agar biraylar ilib, setib olib azat qilayotgan bo'lsa, vala shuningga bo'ldi. Unda musulmonlar azat qilayotgan bo'ldi, vala islom davlatiga bo'ldi deydi. Demak, raqab degani itlaqul juz alal kull dediq-ku, fakku raqaba dediq. Yani kulunu azat kılışın ya. Kulunu azat kılış. Ve kâle Şafii ve Ebu Hanife İmam Ahmed Mubilla şeylen humul mukatebun. Mukatebun diyen to kul kelken pul tepperip men mançılığı bölüp mançılık pul teppersem men azat kılıtem sizde hocayım ile kilişken. Mukatebe kilişimi kıyğalla. Bu mukatebler hiç bulmasa bir alaka azatlıkta bir kademine şunda ilneşkelli olan diken bu cumhurla kulluqdan qutulishga az qolgan bunda odamning haqqida azroq kuch saqlan bu azat bo'lib ketgan kishilar deb mukatab ishlatamiz debdi. Masalan, bir qulni azat qilgandan biz mukatabda 10 ni 15 ni qutuldira olamiz demakchi. Lekin va firqab deganda riqobning tafsiridimi mukatabda tafsir bor. Wa ibn sabil degan va indahum al-musafir fi ta'a yanfadur zaduhu fala yajidu ma yunfiquhu. Hamda İbn Sabil degan bu olimning nazarida safar qilib ketadi deb oziq-tulikka puli tugab ketib yo'lda qolgan kishi. Qanday safarda esa taat uchun safar qilgan bo'lsa, o'chada hajilganimiz yo'q, qo'lda pul qolmagan bo'lsa, o'chada undan İbn Sabilning sufti bo'lganlikdan bu zakat berib, yutiga ketib olishlik miqdori beramiz. Nafada dalula. Nafada degan mishada tuydi degan gap. Nafada degan bir xil o'tdi, ijro qildi degandek. Va ma indallahi baq. Ma yanfad degan shu. Lekin ma'siyat sabr qilgan bo'lsa, Yevropa o'ynab keladi birib to'tamashaga. Naqshi muzika musobaqasi qatnashaman yoki shan ko'rib kelaman deb sabr qildi. Qilgandan keyin uni bermaymiz deydi. Bu yana alal ma'siya va ta'awunu alal birri va taqva va la ta'awunu alal ithmi wal udwan. وبعضهم يشترط فيه أن يكون ابن السبيل جار الصدقة. Bazılarım da bu cari sadaka degan gapni kitobda odatunda ishlatish yo'q. Cari sadaka degan ay sadaqa vojib bo'lgan shu jutni bo'lib qolsa deydi. Sadaqa vojib bo'lgan shu jutni bo'lsa, shuni birdi bo'lmasa hamda boshqa jutni vojib bo'libdi ekan, u chaqda u yerda yo'tkab akilib u zakatni bunda bermaydi. Ya'ni bu zakatni yo'tkash masalasiga munosabatli.
Mesela Amerika'ya bir berib aşağıda ilişip kaptı dedi. Ha? Ketemay kaptı. Bizim vatanın zekat pulunu apırıp aşağıya birib bunda kılamdı. Bunda kılmayımız geldi var. Lekin ayında ibadet kılımız geldi mi var? Bunda ihtilaf var demek. Bazı ayında şu jutta Amerika'da yaşayan Müslümanın bir zekat olab qalsa, şu Amerika'ya birib jutta ketemay qalgan birimiz geldi var. Lekin atayda akeldirib bermaymiz deb da ba'zilar. Bu kitapta bunda ibaret sürüptür ekan deb bunda ibaret sürüş yo'q endi. Lekin shu nimaning qarashlarida, fuqaroning qarashlarida endi jari sadaqa degani xuddi sizlar shu sadaqaga qo'shni bo'lgandek. Ya'ni shu jutta bil qashlarda turgandek yani. Shu sadaqaning qashir bo'lgan bo'lsa demakchi. Va amma fi sabilillah faqala ma sabilillah degan chu Imom Malik sabilillah mavadi'ul jihad va ribat jihad qildigan o'rinlar ribat degan shu dushmandan mudofalanib shu qo'g'dab turadigan o'rinlar jihad qilishni kutib turgan joylar deydi mushular sabilillah degan Imom Abu Hanifa shunday deb qaradi deydi va qala g'ayru al-hujjaj wal ummar ba'zilar hojilar va umr qiluvchilarmi mushu sabilillah degilar deb qarabdi nima uchun esa shu hojil fi sabilillah deb atagan ba'zi hadislar bor masalan Hazreti Ayşe başka Resulullah'ın ayarları biz mi cihat kılmamdık dese Resulullah'ın cihadını muşa uruş yok bunda hecdin ibaret diyen o demek aşım bir xil fi sabilillah içirdi deb qarag'anlar var ve qala Şafii vel gazi jar sadaqa İmam Şafii ona gazi debdi yani bu hujjaj vel ummar deganlar İmam Ahmed'dan qarashi endi bu g'azat qilg'uchi degani masalan birisi Amerikaga borib g'azat qilib berib tashlagan shu jutda ba zakat olsa shunda as buldu demek. Lekin başka yerde ataydan apırıp vermemiz demek ki. Ve innema iştarata jara sadaqa lianna inde ekterim ennehu la yecuz tenqil sadaqa min beledin la beled illa min darura. Nakl sadaqa değil ama tenqil. Böylelikle şu kişi ba jutta zakat olab qalsa as buldu ama başka yerde ataydan apırıp bunda qilmaymiz degan nima uchun desa o zakatni o'tkazishga bo'lmaydi deb qarag'anlikdan degan gap ma'lum. Zakatni o'tkazishmaslikda ixtilof emasmi? O'tkazmaymiz dedi. Faqat zarurat bo'lib qolsa o'tkazmaymiz. Rasulullohning vaqtida masalan Bahrayndan yoki Yamandan zakatlar kelgan shundami? Bu ham zakat ashar ehtiyojini qamdirib, ashqallikdan, Madinada bakra ehtiyojli bo'lganlikdan unda apa. Ehtiyoj bo'lib qolsa o'tkazsa bo'ladi. Va bu shu 8 turli kishilarning qanday kishilar ekanligini bir tur bayon qilib o'tgan bo'ldi. Al-fasl al-thalith kam yajib lahum. Demak, bu oyatda ham bu 8 turlikka manchilikdan birisi degan gap yo'q. Bu 8 turlikka zakat bersang bo'ladi dedi. Qanchilikdan degan gap yo'q. Shu ixtilof bo'ldi. Ammal g'arimu, g'arim bu yerda qazi bo'g'lab qolgan kishi, ya boshqani isloh qilish uchun, ya o'zining ehtiyoji uchun qazi olgan kishi. Fa bi qadri ma alayhi bo'g'lab qolgan qaz miqdori bo'yicha berildi deydi. 100 ming ko'y qaz isirib qolgan 100 ming ko'y zakatdan bas bo'ldi. İza kana deynuhu fi ta'atin. Ta'at uchun qazagan bo'lsa. Daz doktorxon deyken, abi ish bo'libdi, buni olgan bo'lsa. Ammo tomosha qilish uchun, qimoynash uchun, xiron chekish uchun olgan bo'lsa, uni bermaymiz deydi. Va fi g'ayri sarafin. Pulni buzib chechib yo'qotmay onda qazilib bundan o'qimagan bo'lsa, undan beramiz. Gunoh ishlagan bo'lgan bo'lsa beramiz. Bal fi amrin daruri, zarur ish uchun olgan bo'lsa. Va kadalika ibn sabil yu'ta ma yahmiluhu ila baladihi. Ibn Sabil yo'lda qolib qolgan musafir yutiga beravochilik yo'lga olib qo'ya oladigan darajada pul bermas. Masalan, Misrdan ketishga masalan $700 ketadi desak, $700 to'liq bersak bo'ldi. Ya'ni ba'zi yerdan $1000 ketadi, $2000 ketadi. Yutqa bağışlıkni bermez. Ama yutqa bağan iken, bu yutda pullari va mollari va ailesi bo'lgan iken, ehtiyoj bo'lmaydigan kishi bo'lib qolsa, qo'lda ishib qolgan pul bo'lsa, uni boshqa zakat loyiq kishilarga qaytarib o'tadi. Va ushba yakuna ma yahmiluhu ila maghzahu inda man ja'ala ibn sabil al-ghazi. Endi g'azat qiluvchining ibn sabil deganlar ekan. G'azat qiluvchi ibn sabil mu bo'ldi deganlar bu g'azat qildigan o'ringa apırıp koyduğun nima bo'lish kerak deydi. Masalan, birisi Amerikaga borib, ashada g'azat qilmoqchi. Buni shu Ibn Sabil degan g'azi deb tafsir qilgan taqdirda, g'azat qilgan janggohga yetkazib qo'yg'idak nima basan bo'ldi deydi. Fisabillah nima tafsir? Hujjaj, Umar bu ehtimolliklar tafsirda bor.
واختلفوا في مقدار ما يعطى المسكين الواحد من الصدقة. bir miskinga, bir faqirga qanchakdan beramiz. فلم يحد مالك في ذلك حدا وصرفه إلى الاجتهاد. İmam Malik'in nusnunda hajdan qanduğudak deymiz. İctihad degan yo'q, hajdan qanduğudak ba'sak bo'ldi. Wa bihi qala Shafi'i. Yani bizga 10,000 koyni shundan ba'sak bo'lamdi. Ya unga shu 500 koydan 1000 koydan manchakdan beramdi demakchi. İmam Malik hajdan qanduğudak bermez debdi. Wa bihi qala Shafi'i. Qala wa sawa'un kana ma yu'ta min zalika nisaban aw aqall min nisab. Demek İmam Shafi'i nisab qiyasın yetmisin. İhtiyacını qandırdık birimiz. 20,000 koyda ihtiyacı qandırılgan bolsa 15,000 koyda aşqanlıq üçün, nisabdan aşqanlıq üçün bəməyimiz demək. 20,000 koyda ihtiyacı olsa 20,000 koy birimiz deyil. Ve kere Abu Hanife yu'ta ahadun minel mesakin miqdarı nisabin minas sadaqa. İmam Abu Hanife nisabdan artıq berishni makruh deb qaragan. Bo'lmaydi dedi. Çünkü bayolab qoldi, zakat bir adam bo'lib qoldi. Bayolgandan keyin la tahillu lahu sadaqa. Ve qala Tawri ile İmam Ahmed çıkaylan la yu'ta ahadun aktar min 50 dirhama. Bunu o'zidan qarashib 50 dirham deb belgilagan bayliqning o'lchimini. Shu bayliqni oshmaslik kerak demakchi. İmam Abu Hanifa o'xshash hozir. Yo'q, bu bayliqning o'lchimini belgilashga ixtilof qilgan, ha? Lekin İmam Ahmed ham da agar 50 dirhamla oid qimdolmagan bo'lsa 50 dirhamdan ortiq bermez debdi. وقال الليث يعطى ما يبتاع به خادما إذا كان داعيا. Balçaqlar var, xizmatchiga muhtoj bo'lib qolgan bo'lsa, xizmatchi setavag'dak pulni bermez debdi. Va kanat az-zakatu katiran. Zakat jiqolab, ayni xizmatchi ag'dak ehtiyoj bo'lib qolsa, xizmatchi mab berishga bo'ladi debdi. وكأن أكثرهم مجمعون على أنه لا يجب أن يعطى عطية يصير بها من الغنى في مرتبة من لا تجوز له الصدقة. Bunu köpüncü demez. İmam Şafii'den başkalar. Zekat berdiğin haletki itip kaldığın baylık derecesi yetkidek onda bəmeyimiz, itibak yap kalandek turdu deyil. Asasen biz şunu yakılışıp kaldı. لأنما حصل له من ذلك المال فوق القدر الذي هو به من أهل الصدقة. Demek kolu çigen mal bu zekat ilişqa layık adam derecesinde yukarı hazır bu. Sara fi evvel maratibul gina fehuve haramun alayh. Demek nisab etkidek zekat ağam diken 20,000 koy pulunu alsa 15,000 koy zekat vacip pul desek baylıqning birinci mertebesi bo'lib qoldi bu. Baylar qatori şirketde deydi. Undan keyin uni haram buldu. Ve innema ixtalafu fi zalika al-ixtilafin fi hada al-qadr. Demek baylık derecesi ve kaza ixtilaflaşkanlıktan bunu ixtilaf buldu. فهذه المسألة كأنها تبنى على معرفة أول مراتب الغنى. demek xuddi bu mesele baylıqning eng birinci falanpiyaki mertebesi derecesi qaysi degan ixtilaflashib qolganning ustiga qurilgandek bilinib turdi. وأما العامل عليها فلا خلاف عند الفقهاء أنه إنما يأخذ بقدر عمله. والعاملين degan bu qanchalik oladi? Shu kadrlar odatda qanchalik maash oladigan bo'lsa, endi buxgalter, endi ölçeydiğen, pişirdiğen adamlar qancha maaş aladigan bo'lsa, shu kadrning maashi berildi. فهذا ما رأيناه أن نثبته في هذا الكتاب وإن تذكرنا شيئا مما يشاكل غرضنا ألحقناه به إن شاء الله. Bizden hadir kadar ismimiz kelganmi shu. Yani başka biz bu kitapta maksat qilgan ummahatul masail, mantuq munosabat masalalarini eslab qolsak buni yani yazamiz inshaalloh. Bu kitobni yozgan chaqda ezek yani bir narsaga qolsa yani onun için yozib qiltamizmi? Bunda to'xtab qolgan. Vallohu a'lam. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka va atubu ilayk. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi sallam.